Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kategoriya build va menu bilan ishlashni o'rganamiz. Nastroykadan sozlamamizga kirganimizda bizda quyidagi oyna ochiladi. Bu yerda menyuni turli xil kategoriyalarga ajratib chiqish mumkin. Bizda esa hozircha mavjud kategoriyalar shulardan iborat. Yonida esa ularning tartib raqami keltirib o'tilgan. Oynaning yuqori qismida esa 3 ta tugma mavjud. Bular: Добавить yangi kategoriya qo'shish, Редактировать belgilangan kategoriyani tahrirlash hamda Удалить belgilangan kategoriyani o'chirish. Hozir esa Добавить ni bosib yangi kategoriya qo'shib ko'ramiz. Bu yerda dastlab kategoriyamizni nomlaymiz. Misol uchun osh. Bu yerda uning tartib raqami keltirib o'tiladi. Ko'rib turganingizdek, oxirgi kategoriyamizning tartib raqami 11. Biz esa bu yerga 12 ni kiritishimiz mumkin. Agar 12 emas, 11 ni kiritadigan bo'lsak, ya'ni boshqa kategoriya bilan bir xil qilib raqamlaydigan bo'lsak, bularning qaysi birining boshqa harf alfabetda oldinroqda kelgan bo'lsa, ro'yxatda ham u oldinroqda turadi. Bu yerga esa kategoriyamizga rasm joylashtirishimiz mumkin. Buning uchun sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va bu yerdan load ni bosib kerakli rasm faylini tanlaymiz hamda open tugmasini bosamiz. Rasmimiz joylashdi. Endi esa uni saqlanib qilamiz. Kategoriyamiz qo'shildi. Ko'rib turganingizdek, ikkala kategoriyamizning tartib raqami bir xil, lekin bunda ular alifbo tartibda ketma-ket kelgan. Kategoriyamizni belgilab, Redaktivate tugmasini bosganimizda esa bu oyna orqali kategoriyamizga tegishli ma'lumotlarni o'zgartirishimiz mumkin. Kategoriyani belgilab, Удалить tugmasini bosib, bu yerdan da ni bossak, o'chirilgan kategoriya quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Agar uni qayta tiklamoqchi bo'lsak, yana bir marta bosamiz hamda bu yerda Удалить ni bosib, da tugmasini bosamiz. Kategoriyamiz qayta tiklandi. Kategoriyalarni raqamlash menyuda ularning ketma-ketligini saqlashda yordam beradi. Shuningdek, kategoriyaga qo'yiladigan rasmning o'lchami iloji boricha kichikroq, 30-40 kilobayt atrofida bo'lishi kerak. Agar katta o'lchamdagi rasm qo'yiladigan bo'lsa, u dasturning ishlashini o'ta qiyinlashtirib qo'yishi mumkin. Bundan tashqari, menyumizda qanchalik ko'p kategoriyalar bo'ladigan bo'lsa, bizga shuncha yaxshi bo'ladi. Negaki bunda kategoriyalar ko'proq bo'lganda, ularning har biriga kiritiladigan taomlarning ro'yxati ham kamroq bo'ladi. Misol uchun, bu yerda osh degan kategoriyani kiritdik. Agar buni kiritmaganimizda bir nechta turdagi oshni, masalan, to'y oshi, choyxona oshi kabilarni boshqa bir kategoriyaga, misol uchun kabob yoki ikkinchi ovqatga kiritishga to'g'ri kelardi. Va bunda boshqa kategoriyalardan kerakli ovqatni topib tanlash birmuncha vaqt talab qiladi. Endi esa qo'shilgan kategoriyamiz menyuda qanday ko'rinishda bo'lishini hamda yangi taom qo'shilganda kategoriya bilan bog'liq qo'shimcha sozlamalarni kiritishni amalda sinab ko'ramiz. Buning uchun biror bir stolga kiramiz. Bu yerda menyuda mavjud kategoriyalar. Bu yerda esa har bir kategoriyaga kiritilgan taomlar joylashgan bo'ladi. Bizda mana yangi osh kategoriyasi qo'shilgan. Bu kategoriyaga yangi taom qo'shib ko'ramiz. Buning uchun kategoriyamizga kiramiz. Bizda mana bunaqa bo'sh yacheyka chiqadi. Yacheykaning ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, Добавить ni tanlaymiz. Va bunda taom qo'shish uchun oyna ochiladi. Bu yerdan yangi taomni nomlaymiz. Misol uchun choyxona oshi. Bu yerda esa taom kiritiladigan kategoriyani belgilab olish kerak bo'ladi. Biz boshida kategoriyaga kirgandik, shuning uchun ham bizda u belgilab o'tilgan. Boshqa kategoriyani belgilash uchun esa ustiga bosib, kerakli kategoriyani tanlashimiz mumkin. Shuningdek, cena qismiga narxini kiritamiz, masalan 30 ming. Agar unga rasm qo'ymoqchi bo'lsak, bu yerga o'tib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va load ni tanlaymiz. Bu yerdan o'zimizga kerakli rasmni belgilaymiz hamda open tugmasini bosamiz. Rasm joylashdi hamda uni qaysi sexdan chiqishini belgilab olamiz. Misol uchun kuxnya. So'ngra uni saqlanib qilamiz. Yangi taom qo'shildi. Agar unga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsak, uning ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, Redaktivate ni tanlaymiz. Va bu yerdan o'zimizga kerakli o'zgarishlarni kiritamiz. Misol uchun, rasmni o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun rasmning ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, Delete ni bosamiz va bunda rasm o'chadi. Shundan so'ng boyagi tartibda yangi rasmni topib kiritamiz. Va uni saqlanib qilamiz. Rasm o'zgartirildi. Agar taomni o'chirmoqchi bo'lsak, uning ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, Удалить tugmasini bosamiz va bu yerdan da ni bosib, uni o'chiramiz. Taom o'chirildi. Yana bir ma'lumot, agar kategoriyalar soni ko'payadigan bo'lsa, kategoriyalar va taomlar o'rtasidagi mana bu chiziqni sichqonchaning tugmasi bilan bosib turgan holda pastga tortishimiz mumkin va bu orqali bizda yangi kategoriyalar uchun joy kengayadi. Aks holda kategoriyalar mana bunaqa ko'rinishda bo'lib, oxirgi kategoriyalarga kirish uchun bizda muammolar vujudga kelishi mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.